Bitta gapda, misol uchun bitta bola bilan bitta qiz отношение qilyaptimi, ular albatta birga bo'la oladi. Qachonki ikkalasi ham harakat qilsa, misol uchun u bitta o'g'il bolani harakat qilgani bilan foydasi bo'lmaydi. Qiz bola ham harakat qilib bilish kerak. Misol uchun uydagilari uni boshqa bolaga turmushga bermoqchi bo'lsa, qiz bola aytib bilishi kerak. Men sevgan yigitim bor, o'shandan boshqasiga tegmayman deb aytib bilishi kerak-da. O'shandagina birga bo'la oladi. Misol uchun qiz bolani majburan erga berish, u hech kimning haqqi yo'q-da. Bu ham diniy tomondan, ham dunyoviy tomondan to'g'ri. Diniy tomondan qiz bola o'zi yaxshi ko'rgan, sevgan insoniga turmushga chiqishga haqli. Chunki Alloh bu haqni berib qo'ygan qizga. Dunyoviy tomondan keladigan bo'lsak, majburan erga berish qonuniy tomondan javobgarlikka tortiladi. Shunaqa. Atak bir-birini sevsa, ular albatta birga bo'la oladi. Shunaqa gaplar.